Assalomu alaykum Cherry limonadning obunachilari. Bugun sizlarga Cherry Vlad xodimlari o'zgacha obzor qilib beramiz sizlarga mashinalarni. Qani, ketdik. Xo'p, bugun men klient rolida bo'laman. Dilshod bo'lsa menga ma'lumotlarni berib o'tadi. Ma'lumotlar qiziq bo'ladigan bo'lsa, videoni oxirigacha ko'ring, batafsil ma'lumot berib o'tamiz. Xo'p, Dilshod, Tiggo 9 Pro avtomobilimiz eng oxirgi modellardan bittasi hisoblanadi, to'g'rimi? Xo'p, buni ozgina xarakteristikasi bo'yicha, to'lov turlari bo'yicha ozgina ma'lumot berib o'ting. Mashinamiz Tiggo 9 Pro benzin varianti. Mashinamiz 2 lik turbina motor bilan jihozlangan. 245 ta ot kuchiga ega. 0 dan 100 gacha tezlanish 8 sekundda tashkil qiladi. Aralash rasxodi aralashda 803 litrni tashkil qiladi. Yonilg'i sarfi ya'ni. Mashinamizning narxi 540 million so'm. Naqdga ilida kredit asosida sotib oladigan bo'lsa 60 million so'm chegirmamiz ham mavjud. Undan tashqari mashinani рассрочка variantida, ya'ni leasing Foizsiz muddatli albatta. Eng kam boshlang'ich to'lov qancha bilan chiqadi? 25% bilan 40 oyga chiqarib beramiz. Undan tashqari 40% to'lashsa 5 yilga foizsiz muddatli to'lovga chiqarib beramiz. 25% boshlang'ich to'lov qilishadi. Tiggo 9 Pro avtomobilimizga 40 oyga foizsiz muddatli to'lov, o'zini pulini bo'lib berishga. Agar imkoniyatingiz bo'lsa 40% to'lasangiz, boshlang'ich to'lovni 5 yil muddatga foizsiz рассрочка qilib chiqarib beryapmiz mana. Xo'p, o'sha 9nikini to'lovlarini gaplashdik. 9da adashmasam gibrid varianti ham bor. Gibrid varianti. Gibrid variantining narxi bo'yicha, qancha yurish masofasi bo'yicha ozgina ma'lumot berib o'ting. Tiggo 9 gibrid variantimiz bor. U ham полный приводda bo'ladi. U mashinamiz ham полный приводda. Tokda o'zida 170 km yurib beradi gibrid varianti. Agarda gibrid holatda harakatlansa 1200 dan 1300 km gacha mashina yurib beradi. Mashina narxiga to'xtaladigan bo'lsak 590 million so'm, naqdga yoki kredit asosida xarid qilishadigan bo'lsa 40 million so'm foydasiga xarid qilishlari mumkin. Undan tashqari leasing asosida ham xarid qilishlari mumkin gibrid variantimizda. Agar naqdga bo'ladigan bo'lsa 40 million foydasiga xarid qilsa bo'ladi mashinani. 40 million foydasiga degani bu yana bitta Spark pulini o'zingiz yoningizda qoldirasiz degani. Xo'p, endi Dilshod bu yoqda bizada 7-8 larimiz bor. Ozgina qisqacha ma'lumot bilan boshlang'ich to'lovlari, рассрочкаларni ozgina ma'lumotini berib o'tasiz. Mana ketdik. Xo'p, bizada mana 7 Pro avtomobilimiz, 7 Pro'ni pozitsiyalari bo'yicha, narx-navosi va to'lov turlari bo'yicha ozgina ma'lumot berib o'ting. Tiggo 7 Pro'larimiz bu restyling varianti, ya'ni yangilangan varianti. 3 ta pozitsiyada chiqqan. Bu mashinamiz ikkinchi pozitsiyasi hisoblanadi. Narximiz 344 million 900 ming so'm. Naqdga kreditga xarid qilishadigan bo'lsa 25 million so'm foydasiga xarid qilishlari mumkin. Undan tashqari bu mashinamizda 15% boshlang'ich to'lov to'lab 15 oyga рассрочка chiqarishi mumkin. 25% bilan 24 oyga, 30% bilan 28 oyga qancha boshlang'ich to'lovni ko'paytirishsa, foizsiz muddat shuncha oshaveradi. Xo'p, 15% boshlang'ich to'lov bilan mashinani o'zini narxini bo'lib berishga nima deyapman? Juda ham zo'r. Xo'p, bunimizda adashmasam 3-pozitsiyasi полный приводli. 4 ta balon tortadigan, motorlari 1.6 lik bo'lardi. Ularımizda ham рассрочкаlarimiz bor. Xuddi shunaqa 15% boshlang'ich to'lov bilan 1 yildan 5 yilgacha bo'lgan muddatga xarid qilsa bo'ladi. Ham foizsiz muddatli to'lovga, ham рассрочкаga, avtokreditga xarid qilsa bo'ladi. Xo'p, bizada bu yoqda 8 larimiz bor, ha? Aha, Tiggo 8 Pro Max modelimiz. Mashinamiz 2 lik turbina motor bilan jihozlangan, 245 ot kuchiga ega. Mashinamizning razg'oni 8 sekundda tashkil qiladi. 8 sekundda 0 dan 100 gacha joydan qo'zg'aladi. Shu gavdasiga. Mashinamiz 3 o'rindiqli 7 kishiga mo'ljallangan. Mashinamizdan tashqari massaj funksiyalari bor. Abduf, abagrev, qulayliklari, komfortlari juda yaxshi. Xo'p, bu yoqda ko'rib turibmiz, Ariza 6 larimiz bor, ha? Shunaqa. Ariza 6 buni narx-navolari, to'lov turlari, to'lov tartiblari qanaqa bo'ladi? Bu mashinamiz Ariza 6 Pro'ning 3-pozitsiyasi, info varianti. Narximiz 279 million 900 edi. Mijozlarimiz uchun 10 million so'm arzonlashtirib 269 million 900 ga tushirib qo'ydik. Bu mashinamizni ham boshlang'ich 15% to'lab, 15 oyga рассрочка 25% to'lab, 24 oyga qanchalik boshlang'ich to'lovni oshiraversa, foizsiz muddati oshaveradi. Undan tashqari kreditga, leasing asosida naqdga xarid qilishlari mumkin. Naqdga, kreditga xarid qilishadigan bo'lsa, bu mashinamizda 25 million so'm chegirmasi mavjud. Demak, 15% boshlang'ich to'lov bilan chiqadigan modellarimiz bizada Tiggo 7 Pro'larimiz, Tiggo 8 Pro, 8 Pro Max'larimiz
va Ariza 6larimiz 15% boshlang'ich to'lov bilan foizsiz muddatli to'lovga chiqadi, to'g'rimi? Zo'r. Xo'p, bu yoqda bizada единственный respublika bo'yicha Yagona. respublika bo'yicha bir dona qolgan Tigo 2 Pro avtomobilimiz bor. Hamma so'ragan, Hamma qidirgan. bozorda ancha muncha reytingda baland o'ringa chiqib olgan modelimiz hisoblanadi. Dilshod, mana shu mashina bo'yicha ozgina ma'lumot, to'lov bo'yicha, to'lov tartibi bo'yicha ma'lumot berib o'ting. Mashinamiz Tigo 2 Pro avtomobili, birlik turbina motor bilan jihozlangan, 102 ta ot kuchi. Razgoni 13.2 sekundda 0 dan 100 gacha qo'zg'aladi. Buni rasxodlari juda ekonomishni. Shaharda ichida yuradigan bo'lsa, 6 dan 7 tagacha rasxod qiladi. Ha, shahardan tashqarida bo'lsa, 3,5 dan 4 litrgacha rasxod qiladi. Mashinamiz hozirda faqatgina lizing asosida mijozlarimiz xarid qilishlari mumkin. Lizing asosida bizni kompaniyamiz nomiga chiqadi mashina, lekin unda ham rassrochka variant qilib bera olamiz. O'zini qo'lini muddatli to'lov qancha lizingda? 15% dan boshlanadi. 15% boshlang'ich to'lov bilan ham bemalol lizing olib chiqib ketsa bo'ladi. Kredit tarixi, boshqa hech narsa shart emas, to'g'rimi? Bitta pasport bilan kelishadi. Shunaqa. Bo'ldi. Boshlang'ich to'lov qilishadi, olib ketishadi. Shunaqa. Zo'r. Xo'p, bizada bu yoqda Arizo 8 gibrid modelimiz turibdi. Bizda raketamiz. Bularda narxlari ozgina o'zgarishlari bor, narxida, to'lovlarida ham ozgina farq qiladi boshqalarga nisbatan. Dilshod, Arizo 8 bo'yicha gibrid modelimiz bo'yicha ozgina ma'lumot berib o'tsangiz. Bu Arizo 8 gibrid modelimiz, bu full pozitsiyasi. Narximiz 4 million 900 ming so'm. Mashinamizda 347 ta ot kuchiga ega, 1,5 turbinaga plus elektronli motori mavjud. Mashinaning razgoni 7,3 sekundda 0 dan 100 gacha 7,3 sekundda qo'zg'aladi. Mashinamizning zapas hodi gibrid holatida yuradigan bo'lsa 1265 kilometr. Agarda tok 9 da yuraman deydigan bo'lsa, masalan, mayda ishlarni bitiraman desa 120 kilometr tok 9 da yurib beradi mashina. Undan tashqari bu full pozitsiyasi, buni birinchi pozitsiyasi ham bor. Uni narxi 384 million 900 ming so'm. Narx bilan kreditga ikkala mashinada ham 40 million so'm chegirmasi mavjud. 40 milliondan foydasiga ham undan tashqari lizing asosida ham xarid qilishlar mumkin. Mashinada foydasiga xarid qilishsa bo'ladi, to'g'rimi? Albatta. Barchasi. Bizda bu yoqda 8 ha? Albatta 8 lik ko'rsak. Gibrid varianti, agar yo'q. 8 gibrid. Albatta. 8 gibridimiz bo'yicha ham ozgina ma'lumot berib o'tsangiz. Nechta pozitsiyasi bor, narx-navolar qanaqa, to'lov tartibi qanaqa, ko'pchilikka ham hozir narx taraflama ham qiziqda bu. Shunaqa, bu Tigo 8 Pro avtomobilimizda gibrid variant hisoblanadi. Ko'rib turganingiz, eng full pozitsiyasi. Narximiz 449 million 900 edi, 25 million so'mga arzonlashtirib qo'ydik. Hozirda 424 million 900 ga xarid qilishlari mumkin. Undan tashqari narx bilan kreditga xarid qiladigan bo'lsa, 30 million so'm foydasiga xarid qilishlari mumkin. Buni yana birinchi pozitsiyasi bor. Uni narxi 429 million 900 edi. Unga ham 25 million so'm arzonlashtirib, 404 million 900 ga xarid qilishlari mumkin. Undan tashqari unga ham 30 million so'm foydasiga aksiyamiz ishlaydi. Qarang, hozir mashinani tan narxini yana 25 million arzonladi. Yana undan tashqari yetmaganiga 30 million foydasida ham olib chiqib ketadi. Shu hisobda mashinamizda 55 million foydasiga olib chiqib ketishlari mumkin albatta. Xo'p, buni endi gibrid-ku. Qancha masofa elektrda yurishi, gibrid holatda qancha yurishi, motorlari, obyomi haqida ozgina ma'lumot berib o'tsangiz. 1,5 turbina motor bilan jihozlangan, benzin motori plus elektron motorlari mavjud. Mashinamizda gibrid holatida yursa 1200 kilometrdan ziyod masofani bosib o'tadi. Agarda faqat tok 9 bilan yuraman desa 120 kilometr, 130 kilometrgacha masofa yurib beradi o'zingizga. Motor obyomlari 1,5 lik turbina motor bilan jihozlangan, to'g'rimi? Xo'p. Azizlar, ko'rib turibsiz, mana bizda hozirgi kundagi modellarimizda qanaqa bonuslari bor, qanaqa to'lov turlari bor, qanchalik foyda bilan xarid qilsangiz bo'ladi ko'rib turibsiz. Dilshod to'liq ma'lumotlarini berib o'tishdi. Agar kimgadir qisqacha to'liq ma'lumot kerak bo'ladigan bo'lsa, pastda nomer qoldiramiz. Bemalol aloqaga chiqishsa bo'ladi. Manzilimiz Samarqand shahar, Termiziy 180 joylashgan, Limonadniyda. Xo'p, ish vaqtimiz ertalabki soat 8 dan kechki soat 8 gacha dam olish kunlarisiz ishlaymiz hamda test drive xizmatimiz bor. Absolutni bepul. Faqatgina haydovchilik guvohnomasi bo'lsa bo'ldi.